Ilgari ayollar faqat uy ro'zg'or ishlariga yaraydi xolos, chunki ular yetarlicha aqlli emas deb hisoblashardi. Lekin bu ayol shunday ishlarni bajardiki, dunyo ayollarining aql zakovatiga tan bermasdan iloji qolmadi. Tanishing, Mariya Kyuri. Birinchi marotaba Nobel mukofotini olgan va tarixda 2 marta Nobel olgan yagona ayol. U moliyaviy qiyinchiliklar bilan yashardi, chunki ayol kishining olima bo'lishi juda qiyin edi. Shunga qaramay, u laboratoriyada tinimsiz ishladi, yangi moddalarni kashf etdi va ilmiy tadqiqotlar olib bordi. Va mehnatlari samara bermay qolmadi. Mariyaning ishlari hozirgacha rakni davolashda va rentgen nurlarida asos bo'lib xizmat qilyapti. Lekin uning o'zi radioaktiv moddalardagi nurlanish sabab halok bo'ldi. Lekin shunga qaramay Mariyaning hayoti behuda o'tmadi, chunki uning ishlari butun dunyoning ayollar haqidagi fikrlarini o'zgartirdi. Bir ayol tarixni o'zgartira olgan bo'lsa, siz o'z hayotingizni bemalol o'zgartira olasiz. Endi navbat sizniki, bugundan boshlang.